Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Navbahor yarim himoyachisi Azim Ahmedov namanganliklar safini tark etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, tajribali futbolchi faoliyatini Andijonda davom ettirishi kutilmoqda. 33 yoshli futbolchi yakunlangan mavsum 23 o'yinda qatnashib, bitta gol urgan va bitta golga assistentlik qilgan. Yangi mavsum uchun seleksiya ishlarini davom ettirayotgan Andijon navbatdagi transferni amalga oshirdi. O'zbekiston chempionatida to'p surib, eng yaxshi legionerlardan biri bo'lib kelgan to'purar hujumchi Dragan Cheran bilan shartnoma imzolandi. U ortda qolgan mavsumda Nasaf safida o'tkazgan edi. Cheranning yurtimizdagi faoliyati 2016-yildan boshlangan. U 2019-yildan 2024-yilgacha ketma-ket 6 marta O'zbekiston chempionati to'purariga aylangan. Bu borada Cheran O'zbekiston chempionatida mutlaq rekordchi sanaladi. Dragan faoliyati mobaynida shu paytgacha 538 ta o'yinda maydonga tushib, 239 ta gol va 57 ta golli uzatmani bajargan. Xorazm markaziy himoyachisi Vladimir Bubanya Andijonga qaytmoqda. Bu haqda Chempionat Aziya sayti muxbiri Tolibjon Qosimov xabar berdi. Dragan Cheranning ketidan Vladimir Bubanya ham Andijonga o'tadi, deyiladi xabarda. 36 yoshli futbolchi o'tgan mavsum Xorazm libosida 28 ta o'yinda qatnashib, bitta gol urgan va bitta golli uzatmani amalga oshirgandi. Nasaf yarim himoyachisi Suhrob Nurulloyev yangi mavsumni boshqa jamoada o'tkazadi. Yarim himoyachi 2026-yilgi mavsumda Superligaga qaytgan Lokomotiv safida o'tkazadi. Bu haqda Tolibjon Qosimov xabar bermoqda. 27 yoshli yarim himoyachi yakuniga yetgan mavsumda jami 24 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Uning hisobida 2 ta gol bor.